Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Toshkent shahri Abu Safiy bozor S blok 10-chi do'konga xush kelibsizlar. Yaqinda katta partiya mollarimiz keldi. Xilma-xil apparatlar, texnikalar, hamma texnikalarimiz sotilib turgan narxda variantga berilyapti. Bu apparatlardan tanishtiradigan bo'lsak, mana kelin juda mashhur seriyalar, seriya, R6, R5, R8, R10 modellarimiz sotuvda mavjud. Narxlari qimmatmas. R6larning narxi $1250 bo'ladi. R seriya fotoapparatimiz, R7FX 30, Alfa 7 Tor modellarimiz qimmat bo'lmagan narxda pulga foiz salon nasiya qilib bo'lib to'lashga yana bundan tashqari kamera ishqibozlariga NX 200 degan kamera 4K oladi. Chet eldan kelgan $1800 pulga bo'lib to'lashga halol nasiya qilib beramiz. Bundan tashqari aksessuarlardan ham yangi aksessuarlar, ryukzaklar, har xil texnikalar, chiroqli aksessuarlar, batareykalar, shnurlar, kabellar, stoykalar, Roninlar, Ronin RS2, RS3, RS4, RS4 oddiy modellari, Pro Combo modellar ham sotuvda mavjud. Narxlari qimmatmas, yengil stabilizatorlarimiz katta kameralar uchun $400 bo'lyapti. $400 boshlanadi. Telefonlar uchun stabilizatorlarimiz $70 boshlanadi. Bemalol marhamat qilaverasiz. 2 kunning o'ziga bo'lib to'layverasiz. Ryukzaklarimiz kelgan, narxlari qimmatmas, $35 boshlanadi. Xilma-xil ryukzaklarimiz bor. Sumkalarimiz ham sotuvda. Sumkalarimiz $17 boshlanadi. Hurmatli xaridorlar, bemalol marhamat qilaverasizlar. Bundan tashqari sizlarga kerak narsalardan, foto, video ishbozligi, kerak narsalardan ko'proq switchkalarimiz va monitorlar, batareyalar, mikrofonlar, blogerlar ishlatayotgan mikrofonlar, bundan tashqari small riglar, tutun apparat, reklamachilar ko'p so'rayotgan mollardan bu narsalarni ham tavsiya qilamiz. Bemalol marhamat qilaverasizlar. Abu Safiy S blok 10-chi do'kon. Xush keldinglar.